Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun foydali bo'lishi aniq. Muhammad aka, yaxshi. Tom borasida dupli fason urfga kiryapti-da. Aynan mana shu fasonga birinchi o'rinda qanaqa tumkani tavsiya berasiz? Hozirgi kunda Rossiya Magnitogorskiy stenkasi 05 yoki 45 tumkani birinchi o'ringa qo'yamiz. Xo'p, aka, u juda qimmat-da u. Odamlar fikrida ham, mana sizning ham fikringiz noto'g'ri, sizning ham fikringiz bo'yicha qimmat. Bundan 2 yil oldinga solishtirsa, 1 metrida 10 ming 12 ming hozirgi kunda arzonlagan. 10 ming 12 ming xolosmi? Ha, siz uchun kichkina pul, lekin 1000 kvadrat tumka olgan odamga u katta pul bo'ladi. Ha, bo'pti aka, bu metal cherpilsa arzonlagan bo'lishi mumkin, lekin aksessuarlari-chi? Tabiiyki, tumkaning o'z narxi arzonlikda aka, aksessuarlarni ham metrga olishadi, metrlarni ham narxi tushgan bo'ladi. Ustalarning narxi-chi? Bundan 2 yil oldin ancha arzon edi, lekin hozirda ustalarning puli ozgina ko'tarilgan. Chunki tajribali ustalarning narxi. Tajribali ustalarni doim o'zi qimmat bo'ladi. Arzon beillat, qimmat behislat bo'lmaydi deyshadi. Shunday ekan? Bir marta qildirishsin, buzib qildirishmaysan.